Mirtemir Tursunov 1910-yilda o'zi yozganidek Qoratog' etaklarida Turkiston shahrining Iqon qishlog'ida tug'ilgan. Avval bobosi qo'lida, keyin esa maktabda tahsil olgan. So'ng Toshkentga kelib, Almai nomidagi bolalar namuna ish maktabida tarbiya ko'radi. Samarqanddagi O'zbekiston davlat pedagogika akademiyasida o'qiydi. O'qishni bitirib, maktablarda muallimlik qiladi. Nashriyotlarda, yozuvchilar uyushmasida ishlaydi. Shoirning birinchi she'ri Tanburim ovozi 1926-yili 16 yoshida e'lon qilinadi. 1928-yili uning Shu'lalar qo'ynida nomli ilk she'riy to'plami nashr etiladi. Keyin Zafar, Qaynashlar, Tong to'plamlari dunyo yuzini ko'radi. Shoir umrining oxirida Yodgorlik deb nomlangan she'riy to'plam tayyorladi va unga so'nggi yillardagi eng sara she'rlarini jamlab, o'zidan keyingi avlodlarga ma'naviy tuhfa qilib qoldirdi. Mirtemir 1978-yil 24-yanvarda 68 yoshida vafot etdi. Shoirning avlodlarga qoldirgan ijodiy merosi ardoqlanib, 4 jildlik asarlari nashr etildi. Mustaqillik yillari Mirtemirning xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishdagi ulkan xizmatlari taqdirlanib, buyuk xizmatlari uchun ordeni berildi.